Biz Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan, tog'li hududda joylashgan Chorvoq suv omboridamiz. Chorvoq suv ombori 1970-yilda bu yerda suv to'ldira boshlagan, o'sha Chirchiq daryosidan, Ko'ksuv daryosidan kelgan daryo suvlari bilan bu yer to'ldira boshlangan. Hozirgi kunda 2010-yildan boshlab bu yerda motorli qayiqlar harakati taqiqlangan, lekin turistlar uchun chekkalarda kichik bir qayiqlarda ruxsat berilgan. Chorvoq suv ombori Toshkent viloyati va Toshkent shahrining asosiy suv manbalaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili bu yerda 50-60 metrgacha suv qisqaruvdi. Bu yil Xudoga shukr, mana mamlakatimizda yog'ingarchilik yaxshi bo'ldi. Shu sababli suv ancha to'la. Bu yerda suv omborida balandligi 168 metr, uzunligi umuman maydoni 38-40 kilometrni tashkil etadi. Ko'rib turibki, bu raqamlardan bilsak bo'ladi. Demak, suv ombori juda katta suv hajmiga ega. Xalqimizda o'sha dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz, umuman Toshkent va Toshkent viloyatidagi xalqni suv bilan ta'minlab turishga yordam beradi. Bu suv omborining suvi esa asosan o'sha Chotqol, Tianshan tog'laridan oqib keladigan suvlar asosida vujudga kelgan. Albatta bir vaqt ajratib, dam olish kunlari oila bilan kelib, shu suv ombori atrofidagi dam olish maskanlarida dam olib ketish kerak ekan. Biz to'g'risi bu yerda bir tadbir yuzasidan keldik, kelib o'zimiz quvnadi, shuning uchun sizlarga ham shu suv omborining go'zalligini ko'rsatishga harakat qildim. Mana bunaqa mehmonlar uchun, dam oluvchilar uchun kemalarga ruxsat bor, lekin katta kemalarga 2010-yildan boshlab ruxsat berilmaydi. Yashillik, yozning o'rtasi bo'lishiga qaramasdan yashillik. Bu yerda hali xuddi aprel oylaridagi havo. Ko'zingiz bu ko'klik, yashillikni ko'rib, to'g'risi quvnaydi. Ketgimiz kelmayapti. Yaxshi kunlarda kelish nasib aylasin. Yurtimiz doim mana shunday obod bo'lsin, tinch bo'lsin. Davom etamiz. Toshkent sari ketamiz. Ana bu taraf Toshkent. Yana bir tanasiga e'tibor berdim. Juda bir qiziq bir holat. To'g'risi menga qiziq tuyuldi. Balki siz ko'rgandirsiz. Mana bunday quyosh panellarini ko'p ko'rganmiz. Yo'llarda yoritgichlar, mana chiroqlarni tunlari yoritish uchun quyosh panellarini ko'p ko'rganmiz. Quyosh panelining tepasidan bunaqa aylanadigan, xuddi shamol bilan aylanadigan bir texnika qo'yilgan. Shamol qaysi tarafga qarab essa, o'sha tarafdan aylanib tok to'plar ekan. Qoldim. Bu yo'l bo'yida mana shunday qo'yilgan, hamma joyda bor. Davom etamiz do'stlar.